bozorda ko'rdim. Bir bola aytdi, o'zbek o'rtoqlarim borda, sigiri tuqqandan keyin poylab turgin, yo'ldoshi tushgan yeb qo'ymasin deganda, o'sha esimga kelib ketdi. Ustingiz salatiy bo'lib yotibdi. Salat yeb chiqdingizmi? Salatiy kiyyapsiz. Menga shunaqa yorqin svetlar yoqadi. Tortadigan svetlar. Hozir shunda men sizga o'sha yoqmadim. Siz yoqib ketganingizda shunaqa gaplashib ketyapsiz bilan. Da, lekin bitta narsani aytib qo'y, meni ham yorqin joylarim bor. Mana misol tishimni qarang, mana tishimni qarang, ana. Manikidan ham bor. Tishimni qarang, mana tishimni qarang. Yonib turibdi. Sizni tishingizga ko'z kelibdi shekilli. O'sha sarg'ayganda. To'g'rimi? Barglar to'kilgan, sarg'aygan tishingiz, sochingizga ko'z kelgan, ha? O'pshi o'zingizga o'sha qish kelgan. Qarang, to'ylarni nima qilamiz? Shu haqida gaplashib olaylik biz siz bilan. Shartnoma tuzaylikmi shunda? Hamkorlik qilamiz deyapsiz, to'g'rimi? Da.